Assalomu alaykum hammaga. Sotuvimizda bo'lgan protsessorlarni sizlarga qisqacha obzorini ko'rsatamiz. Unda boshladik. Xo'p. Birinchilikda turgan DBX 1231 ikki polosali stereo equalizerimiz bor. E'tibor qilasizlar, equalizerda zo'ri mana shunday arzonkalar ko'pi bo'ladi. Nima desangiz, tanlash ehtimoli yuqori bo'ladi. Har bir chastotani mayda-mayda chastotagacha nastroyga qilsangiz bo'ladi. Ovozni o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Ikki polosali kattasi mana stereo hisoblanadi. Buni narxi atiga $100. Buni ishlatib ko'rganlar bo'lsa, bitta kommentga fikrlaringizni yozib qo'ying. Xo'p, bundan tashqari Alices Medvedev Turt ham Pavtor ham Hol, ya'ni protsessorimiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, holatini ko'ringlar, qani idealniy turibdi. $100 original blok bitaniyasi bilan birgalikda beramiz. Bundan tashqari Alto ikki polosali crossoverimiz bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $80. Mana shu crossoverimiz narxi va bu yerda hamma qiziqadigan o'sha mashhur dot crossoverimiz bor. 835 modelidan ikki polosaligidan original. Bitta eslatma sizlarga, dot crossoverda Xitoy bo'lmaydi. Boshqa bir crossoverlar Xitoydan topishingiz mumkin, lekin dot faqat Amerikada ishlab chiqarilgan. Bironta agar hech qanday Xitoy aralashmagan bu dot. Buni narxiga keladigan bo'lsa, har birining narxi $175 dan hamma kanali ishlaydi, hech qanday kamchiligi yo'q. Va undan tashqari o'sha hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan BSS kontrollerimiz bor. BDS 334T modeli bo'ladi. Bu BSS da ishlatib ko'rganlar bo'lsa, bitta komment yozib qo'yinglar. Toshkentlik akalarimiz ushbu kontrollerdan juda ham ko'p ishlatishadi. Fikringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Juda ham moshna ishlaydigan kontroller, ovozlarni yaxshigina to'g'rilab beradi. Undan tashqari DBX Pi 2 kontrollerimiz bor. Hozirgi kunda zamonaviy bo'lib chiqqan. Buni funksiyalari juda ham ko'p. Buni narxiga keladigan bo'lsa, $230. Mana shu DBX narxi. BSS kontrollerimizda narxiga keladigan bo'lsa $500. Albatta savdosi bor. Men pastga raqam qoldiraman, shu orqali gaplashsangiz bo'ladi. Bundan tashqari DBX kompressorimiz bor. Bu kompressor nima uchun ishlatiladi? Ovozga yoki davulchi akalarimiz yoki doirachi akalarimiz bo'lsa, ovozni o'sha signalni baland qilib beradi va chillash, misol pultdan ochsanglar chillab ketadi, bu orqali ishlatsanglar chillamaydi, ovozni anchagina kuchaytirib beradi. Buni narxiga keladigan bo'lsa $100. Xo'p, bundan tashqari do'konni ko'ryapsizlar, assortiment juda ham katta. Audio texnikalar uchun kerak bo'ladigan barcha buyumlarni topasizlar. Oscillator pult, reverb, equalizer va hokazo. Bundan tashqari aktivniy pultlarimiz bor va sozandalarimiz uchun baraban, timbal deysizlarmi, gitara deysizlarmi va skripka deysizlarmi, mana topasizlar. Barcha turdagi buyumlarni topasizlar. Va bundan tashqari mana kaneslarimiz bor, turli xil original kaneslarimiz bor. O'sha hammaga mashhur bo'lgan Martin kanesimiz bor, 4 kanalli kolonkalarimiz bor, audio original kolonkalar. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumot oling. Manzil Kattaqo'rg'on shahar bayrog'ining oldidagi ushbu musiqa do'konimizga tashrif buyuring.